Kanada hökuməti Uyğurlarni qo'llaydigan bir parlament a'zosi təhdid salgan Xitoy diplomatini qo'llab chiqardiganligini jakalagandan keyin Xitoy doiralari Kanadaning Shanxaydagi bosh konsulini qo'llab chiqardiganligini bildirdi. Kanada parlamentida Uyğur irqi qirg'inchiligini e'tirof qildirish loyihasini o'ttirib qo'yuvchilardan biri bo'lgan parlament a'zosi Michael Chongga tahdid salgan Xitoy diplomat Chang Wei Kanadada turishi cheklangan kishi deb e'lon qilingan edi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi buni bahona qilib, Kanadaning Shanxayda turishliq bosh konsuli Jin Ferlinni turishi cheklangan kishi deb jakalaganligini va uni chegaradan qo'llab chiqarishni planlaganligini bildirdi. Amerikadagi dаңliq oliy maktablarning biri bo'lgan George Washington Universiteti yaqinda Uyg'urshunoslik tadqiqoti uchun 900 ming Amerika dollari mablag' topshirib oldi. Mazkur universitet tarmog'idagi Eliot institutining tor betida berilgan uchurda aytilishicha, bu ular yaqinqi yillarda topshirib olgan eng zo'r so'mlik mablag' ayonisining biri ekan. George Washington Universiteti Amerika tavasidagi Uyg'urshunoslik tadqiqotining bayraktar nuqtalaridan biri bo'lib, mazkur universitetning professori Sean Roberts yozgan Uyg'urlarga qarshi urush nomli asar 2021-yili eng munavvar asarlarning biri bo'lib baholangan. Yordamchi professor Erik Shilosning 19-asrdagi Uyg'ur jamiyatiga bag'ishlangan G'ayriblar makoni nomli asarimi har sohaning qizg'in olqishiga muyassar bo'lgan edi. Chegarasiz muxbirlar tashkiloti e'lon qilgan 2023-yillik Yer shari axborot erkinligi ko'rsatkichi dokladida ko'rsatilishicha, Xitoydagi axborot erkinligi dunyo bo'yicha oxirdan sanaganda 2-o'ringa tizilgan. Bu yil Xitoydagi axborot erkinligining to'salg'iga uchrash masalasi Shimoliy Koreyadan eshib ketgan. Dunyodagi 180 davlat ichida bu yillik axborot erkinligi masalasi bo'yicha tizilgan rad tartibdagi oxirgi 3 davlatning hammasi kommunist davlat bo'lib, Xitoy bilan Vyetnam bularning oxirgi tizilgan. Xitoyning Yevropaga solgan mablag'i o'tgan 10 yilga yaqin vaqt ichida eng tuvan nuqtaga tushib qolgan bo'lib, buningga Yevropa davlatlarining Xitoyga qaratgan bir qator cheklamalar sabab bo'lgan. Bir tadqiqotga qaraganda, Yevropaning texnika va ul aslaha sohasida o'ttirg'i qo'yilgan Xitoyga aloqador 16 turli kelishimning uni nazorat qilib boshqarish tarmoqlari tarafidan to'sib e'lingan. Dokladda Xitoyning Yevropa ittifoqi va Angliyaga solgan umumiy mablag'ining 2022-yili 22% tuvallab 7 milliard 900 million yevroga tushib qolganligi o'ttirg'i qo'yilgan. Xitoy Kompartiyasi Markaziy hukumatı Tashqi ishlar komiteti ishxonasining mudiri Wang Yi Xitoy va Angliyani yangi dunyo tartibidagi yo'linishni muvofiq to'g'rilagandan keyin ikki davlat munosabatini ilgari surishga chaqirdi. Pakistonning sobiq ministri Imron Xonning partiyaning amaldorlari uning poytaxt Islomoboddagi bir sudda sheriklik delosiga chetishlik deb qo'lga ilinganligini e'lon qildi.